Endi futbolchilikni boshlagan paytim bitta dona shu retsept bilan 9 mingtadan ko'p ayol qizlarni menga obuna bo'lishlariga majbur qilganman. Va shu retsept uchun juda ham ko'p rahmatlar eshitganman. Uyda bor masalliqlardan tayyorlanadigan kam xarjgina mikser qolip ham umuman shart emas. Birinchi ishimizni pyure milkka kefir yoki qatig'iga ichimlik sodasini aralashtirib qo'yishdan boshlaymiz. Boshqa bir idishga tuxum, shakar, o'simlik yog'ini bitta massa bo'lguncha vinchikda yaxshilab aralashtirib, 2 barobar ko'payib ketgan qatig'imizni solib yana aralashtirishda davom etamiz. Ketidan elangan razrixlitselni solib, xuddi shunaqa quyuqqina massa bo'lguncha atalab olamiz. Aytgancha bunga tarozi ham bo'lishi shart emas, men sizga piyolada o'lchab yozib qoldiraman. Xohishga ko'ra ichiga maydalangan yong'oq yoki maggi savorsangiz bo'ladi. Yog'langan qolipimizga tayyorgina keks massasini solib, oldindan tepa-pasti teng qizib turgan 180 gradusli duxovkada 35-40 daqiqa davomida pishirib olamiz. Qaynoqligida ustiga varyoniy moloko yoki zgushoniy moloko surtib, maydalangan yong'oq sepib bezatib olamiz. Buni qanaqa zo'r chiqqanini, qanaqa oson tayyorlanishini ko'rdingizmi? Endi siz ham bitta tayyorlab ko'ring, yoqimli ishtaha.